Mana men o'zim 1-2 yildan beri oyog'im shunaqa yoriladigan bo'ldi. Nimadanligini bilmadim. Ko'rjinliklarga bordim. Qimmat kremlarni ham olib surdim. 1 kun, 2 kun foyda bo'ladi-da, foydasi bo'lmaydi. Keyin kimdirlar aytdi, dumbani jizza qilib turib shundoq qo'y dedi, uni ham qildim, bo'lmadi. Sariyog' surdim. Hech qaysidan foyda bo'lmadi. Hatto podolga ham bordim. Podolog shunaqa chiroyli qilib shilfafat qilib tozalab qo'ydi. Qonagan joylarini u ham Levamikollar surdim. 1 kun, 2 kunda undan keyin ta'sir qilmay yana yorilaveradi boshqa joylari. Doktorga borsam aytdiki, bu vaqtinchalik, sizda Klimix dedi, mana shunaqa qilib davolab yurib turasiz dedi. Boshqa foydasini aytmadi. Boshqa kremlar surdim, foyda mana shu 1-2 kun bo'ladi foyda, boshqa bo'lmaydi. Keyin mana shu kremimizdan olib o'zimizda-yu dedim-da surib ko'rdim. Sursam 3 kun ichida shunaqa chiroyli bo'lib qoldi oyog'im. Mana shu yurishga ham qiynardim-da, yorilib, kesilib ketar edi. Shunaqa qiyin bo'ldi menga, bir yolg'on bo'lmasa 3-4 oydan beri. Xudoga shukr, mana endi hozir yaxshi bo'lib qoldim. Bunda mochavinasi bor, 3 xil yog' qo'shiladi. Hamma foydali narsalari bor. Vosk bor bunda.